Hayat Dawam Etmekte. Aptori Seher. Chatma oylanışlar. Birinci oylanış. Heyde Shopur Mashinangni. Rusiyanın dağlıq yazğıcısı Tolstoy dünyaga məşhur Anna Karina namlıq romanını həmmə bəxtlik ailələr bir-biriga oxşaydı. Әмма həmmə bəxtsiz ailələrinin oxşamağan hekayələr бар deb başlaydı. Uyğur məsələsi Tolstoyның bu düşüncələrini rədd qılıb. Hazır həmmə bəxtsiz Uyğurның hekayəsi oxşaş. O, ata-ana, uruq tuqqan və pərzəndlərinin izdirkini alalmaslık. Dünya əmdi mövcud buluş mümkün emas degan Hitler jaza lagerlərinin Şərq Türkistanda mövcud buluşu səbəbidən payda bolğan faciə. Demək ki, Uyğurlar hazırkı bu faciə və bundan keyin yüz beriş ehtimallıqı bolğan faciələr aldıda baravar. Әмма həmmə bəxtlik Uyğur degan bir нәрсә mövcud emas. Xuddi düşmənə qarşı hücumları bilan şiddətli ilgirləvatqan milli armiya qismlərinin qaynavatqan qazanğı su qoyğandakla Manas daryası boyida toxtab qalğanığa oxşaydigan bir qızıl çıraq aldıda toxtab qilish. Dünya normal, yollar uçuq. Bu qızıl çıraq faqat Uyğurlar üçün yıqılğan. Әмма hayat davam etmekte. Erkin Sıdıq akımızның bizge yetkizvatqan uçurlarını anlığandan keyin ro'yi dunyorimda paydo bo'lgan cho'kishni tasavvur qilib bo'lalmayman. Gerçi Erkin Sıdıq akımızga azroq ko'taranki qiyofatda bo'lishni tavsiya qilgan bo'lsam-mu, әмма aqlim chorasiz ro'yimga taslim bo'lish ehtimolligidan derak bermoqda edi. Ba'zilar mendan Erkin Sıdıq akimiz bu uchurlarni qandoq ola olgandi? Mümkün emas deyishdi. Ularning kallasiga qattiq uchur kontrollik ostidagi Sharq Turkiston va Uyg'urlarga oid uchurlarni faqat BBC va Qahrton qatorliqlar ola oladigandak bir tuyg'u singib ketgan bo'lishi mumkin. Dunyoda mümkün bo'lmaydigan ish yo'q. O vatanning haqliq egilleri shundaqla bu ichinishli faciə haqidagi uchurlarning haqliq egilleri biz Uyg'urlar. Qahrton va shuningga o'xshaydigan dangliq axborot vositalari qandoq qilib uchur elayotgan bo'lsa, bizmi albatta uchur ola olamiz. Yetarki jasoratimiz, izlanishimiz kam bo'lmasin. Gerçi Uyg'urlarning beshiga bugünkidek faciə kelayotgan bo'lsa-mu, әмма G'arb matbuotlari manba ko'rsatishimizni talab qilyotdi. Ya'ni G'arb axborot andisi va qimmat qarshini Xitoydan kutyotdi. Bu vajidan Uyg'urlar ming bir mushaqqatga erishayotgan yingnining to'shigichilik uchurnimi suzgichlardan o'tkazishni talab qilyotdi. Bu G'arb axborotida Uyg'urlar duch kelayotgan yana bir adolatsizlik. Shunga navbatdagi Uyg'ur fojiasini anglitadigan va manbalik rolni o'ynay oladigan kishilarimiz va ko'p tillik axborot uchur markazlarimizning bo'lishi intayin muhim ahamiyatga ega. Hürmetlik Erkin Sıdıq akimiz bu jihatdagi bo'shliqni to'ldiryotdi. Shundaqla Uyg'urlarga oid saviyalik ko'p tillik axborot uchur tashviqot markazlarining qurilishi uchun allaqachon qadam besib bo'lgandek ko'rinyotdi.
shundoq. Uyg'urlar haqidagi ichinishli fojialar yuz berayotganiga garchi 2 yil bo'lgan bo'lsa-mu, ammo hech qanday yangi o'zgarish yuz bermayotdi. Chorsizlik ichida hammamiz tipirlayapmiz. Ammo hayot davom etyapti. Bugun biz 1997 yildan 1998 yili 26 iyun kuniga qadar cheksiz ketgan ili vodisida Xitoy turmisining eng rayimsiz qiynashlarga shohid bo'lgan. Ondan Xitoy oldiga tashlagan 2 shart, ya'ni yo İbrahim İsmoilni tutib berib hayot qalasan, yoki hayotingdan ayrilsan degan 2 shart oldida Xitoy qurolli qismlar bilan etishib ölüşdən ibaret mərtlərcə ölüm yolunu tanlagan eli xalqının söyümlük oğlu. Şərq Türkistan tupraqlarının şərəfli qəhrəmanı şehid Tursun Sələyinin Toronto ətrafındakı bir kiçik şəhərdə yaşaydıgan sınlısı Busarəm Sələyinin tuncu oğlu İbrahim'nin nikah və toy mərasimini ötküzüş üçün Torontoga qo'shni shahar London shahriga to'y tartib ketyapmiz. Qahramon Tursun Səlay 1998 yil 6 ayning 26 kuni G'ulji noyisining 310 yezida yuz bergan Xitoyning 8660 qismi Ili oblastlik zo'ravonlikning oldini olish qismi Ili oblastlik qurolliq qismi, shundaqla alayida tarbiyalangan qismi qatorliq muntizim qurolliq qismlar bilan bo'lgan to'qinishda sabdoshlar bilan birlikda bir kecha dahshatlik etishib, Xitoyning Longfei, Nurlan qatorliq alayida tarbiyalangan askarlarni etib o'ldirib, Xitoy askarlarga yo'l boshlagan Abdurahmanni ig'ir yorlandirib, sabdoshlarning qo'rshovini bosib chiqib, toki Qozog'iston ziminlariga qadam yetivilishiga sharoit hozirlab, mard va mardonlar shehid bo'lganda, İbrahim texi onasining quchog'idagi bovoq edi. Mana ko'zni yumib ochqicha bu tarixga 22 yil bo'pti. Ammo go'yi ko'z yoshlarimiz, go'yi naqsh usullarimiz, go'yi namoyishlarimiz, go'yi nazar chiroqlarimiz, go'yi yana to'y to'kinlarimiz bilan bu ochiq hayotni davomlashtirishga majburmiz. Toronto shahrini kichikkina xilvat shahar Londonga tutashtiradigan 401 nomerlik yuqori sur'atli tosh yo'lda ketyapmiz. Shopurning yanida o'ltirib, ovozimning buzuq qanaydak bo'lganiga qaramay, o'zimcha jir-jirlab baqmoqchi bo'ldim. Hayda Shopur Mashinangni Van Qodirning beg'iga. Aqling bo'lsa o'ylab qara, bu dunyoda kim qolar? Qayturma. Aqling bo'lsa o'ylab qara, bu dunyoda kim qolar? Shundoq. Ammo Shopur mashinasini Van Qodirning beg'iga emas, balki Kanadaning London shahriga qarab haydamekte edi. İnsan bir narsalarni yo'qotib qo'yganda, uning qimmatini hislab bilishga boshlaydi ekan. Men bu jirlarning teksti va muzikasining qimmatini texmi bilgandek bo'ldim. İchimni ta'rifligisiz bir ochiq chirmib oldi. Yuragim shabnam soqqan yaproqdek titrab, ichki dunyorim xuddi dahshatlik dengiz bo'rnidan keyin dengiz sohiliga yildiz bilan qo'mirilib tashlab qo'yilgan palma daraxtlaridek parishon edi.
Көз чанақларым лық яшқы толып, боғызымға қол білән тұтқылы болмайдыған, ысманымы қойғылы болмайдыған бір нәрсе қапсылып алды. İçki dünyarımda eğitilip atқан bu jir bilen təң, Bostanlıq şəhər G'oljining tün keçillerini yerip, akordionga tənkeş qılınğan siganishka naqshillari bilan bo'ladigan qiz ko'chirishlar. Uyg'ur mashrabları, Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur an'analarini asrlar bo'yi chin quchoqlab yotgan sanjaq Uyg'ur mahallari. Havarang bayrağımız rəngində aqartılğan üzüm baranlıq, alma və taş almılıq peşayvanlıq qoroları, dərd ələmlərə külk çaqçaqlar bilən royi sağlamlıq komulaşları yasab, hazırgıca Xitayning heç nimasini qabul qilmay, mustahkam turalığan g'ulji so'rinlari kechgandek bo'ldi. Şıldırlap iqivatqan östən so'lardan tartib, Uyg'ur qorolarda kam bo'lsa bo'lmaydigan o'sma xinalarmi, hatto Xitoy bozorining aslidagi qora patqoqlarimi seg'inish pig'onlarimga cho'g' bo'lib tashlanadi. Sentabr oylarida mahalla tunlarini yerib, akordeon bilan jir-jirlab qiz yo'tkashlar davom qiladigan yillarda, garchi vatanimiz dushman qo'lida bo'lsa-mu, ammo naqshi jirlarimiz, dutta tamburlarimiz, usullarimiz, mahallarimiz, to'y to'kin nazar chiroqlarimiz, bog' bo'stonliqlarimiz, qo'rolarimiz, to'rga selingan yekandoz ko'rpillarimiz o'z igdorchiligimizda edi. Hazır bu qimmatlik narsalarimiz dastlab chaylinib, xalqimizning issiq jonlarimi elinish oldida turmoqda. Jazo lagerlarining oqibati qanday bo'ladi? Haqiqatan ichidagi kishilarimiz qo'yib berilib taqlamdi. Yoki tarixdagi yovog' turmasiga o't qo'yib berilgandek. Gitlerning jazo lagerlaridagi munchiga tushirish banasida ko'ydirilgandek bir fojia bilan oxirlashamdi. Mencha oldinqisiga qaraganda keyingisi ehtimolligi bak yaqindek. Bizni texmi eg'ir sinoqlar kutayotgandek bilinadi menga. Shundoq hayot davom qilyotdi. 1997-yildagi 5-fevral G'olji inqilobining qahramon shahidi cho'ng dadisi Tursun Salay va uning sabdoshlari Eli vodisida partizanlik urushi elib berib, otlarining o'ruq bo'lganiga qaramay uzun safarga otlanib chiqqan yillari tug'ilgan Ibrohimning nikosi. Qahramon cho'ng dadisining qavrillaridan nihoyatda uzoqda bo'lgan Kanadaning Ontario o'lkasining London shahrida o'qildi. Ammo yiroq vatandagi u yildizni izlab topadiganga qodir bir yangi oilaning qurilganiga, shundoqla biladiganlarimizdan bilmaydiganlarimiz ko'p bo'lgan 5-fevral G'olji inqilobi arxivlarining yangi varaqlarini saplaydigan yangi bir oilaning dunyoga kelganiga ishonchim va imonim komil. Men Uyg'ur usuliga burunqidan bak amroq bo'lib ketdim. Chunki nima ang xo'rlansa, sening adolating, sening insonliging, xo'rlanganning qimmatini parlatish uchun harakatga o'tadi ekan. Xitoy Uyg'ur madaniyatini supurib, axlat o'rniga tashlash oldida turmoqda.
Yaqında Xitoy ijtimoiy taratqularida Uyg'ur usulidagi harakatlarni kamsitadigan, xunuklaştıradigan bir video tarqatdi. O videoda bir Uyg'ur yigiti ichkaridan kelgan Xitoy sayohatchilarga Uyg'ur usulidagi harakatlarni xunuklaştırib, "Mavu harakat pulim bor" deganni bildirdi. "Mavu harakat teraktorim bor" deganni bildirdi. "Mavu harakat opam unumaydi. Mavu harakat dadamni unumaydi" deganni bildirdi. Vahakaza deb yuratdi, og'ziga kelganni biljirlab. Xitoy sayohatchilar bo'lsa, paraqlashib kulishmoqda edi. Saltanatlik, nafs va go'zal Uyg'ur usulining haqdor egillari Uyg'urlar. Usulchi Tursunay İbrahimjonning usul uchun ko'targan har bir qo'l harakatiga oq ko'ngil, madaniyatlik, ona vatanini qizg'in so'yadigan, go'zallikni so'yadigan va qo'g'daydigan Uyg'ur xalqining hamma nimasi singib ketgan. Uyg'ur usuli xuddi har millatning o'ziga xos qimmatlik narsalari bo'lganidek, Uyg'ur xalqining mo qimmatlik narsasi. İftixori, g'ururi, vijdoni va or-nomusi. O'tgan yili sentabrda Uyg'ur qizi Muqaddas Mijit 6 metr atlas nomli Uyg'ur usulini New York shahridagi dangliq Brooklyn ko'rigida o'zi yolg'iz o'ynadi. Usulda hech qanday muzika yo'q edi. Demakki, muziksiz Uyg'ur usuli tunji qitim dunyodagi mashhur Brooklyn ko'rigida o'ynalmoqda. Tomoshabini yo'ldan o'tayotgan odamlar. Muqaddas bu usul orqali dunyoga qanday bir signal bermoqchidir? Albatta, Muqaddas o'ynayotgan bu Uyg'ur usulining harakatlarini Xitoy hukumati tashviq qilayotgan, loyiq izlayotgan, teraktorim bor, uyim bor, va hokazo degan ma'nolar bilan o'lchigilib bo'lmaydi. Xitoy tashviqotchisining aytqini san'at dafsandichiligi. Muqaddas Mijitning bo'lsa, Uyg'ur usulining namoyishga chiqishi, o'zgacha xosligi bilan tarixlarga ulab kelgan Uyg'ur usulining mo namoyishning bir varianti bo'la oladiganligini bildirishdan iborat bo'lsa kerak. Muqaddas Mijit bu usulga 6 metr atlas deb ism qo'yibdi. Men bo'lsam, sukutning cho'qan silishi, chorsizlikning tipirlishi, bir ruhning xuddi yer qatlamlarini yirtib, jonlangan maysidek qayta tirilishi, dunyo, taklimakan va Uyg'ur degandek ismlarni qo'shimcha qilmoqchi bo'ldim. Usulchi oxirida 6 metr qor ranglik xon atlasda kepallandi. Qora kepanning teshida qolgan uning barmoqlari beshining ustida qutuldiringlar deb jar salmoqda edi. Ammo Muqaddasning atrofidan o'tib ketayotgan kishilar bu cho'qonlarga parvosiz. Usulchi bu yerda dunyo adolatini tarozisida tortayotgan bo'lsa kerak. Demakki, Uyg'urning duttirimi, tambrimi, usulimi, naqshsimi, mashribimi ko'rish. Shundoq hayot davom etmekte. Torontodan 2 soatlik yiroqlikdagi London shahridagi bu Uyg'ur to'yimi Uyg'urlarning beshiga kelayotgan har xil fojialar bilan yo'g'rilib davom etmekte. Qalb to'rimdagi eng nazokatlik Uyg'ur usul muzikasi chelindi. Qiz va o'g'ilning dadisi g'ulashlarni kang tashlab
usul maydoniga tushdi. Qizning dadisi diniy jihatda intayin qattiq bir kishi degan ta'sirotni beradi hammamizga. Ammo reallik undaq bo'lmadi. Bir pədə usul ayaqlaşqandan keyin bu usulçı adamga savol tashladim. Uyg'ur usuli haqidagi his tuyg'ularni bilib baxmoqchi bo'lib. Aslida ko'milib qolgan san'atkor ekansiz. Uyg'ur usulini bak chiroyli o'ynadingiz, dedim men uningga. Men 7 balamning to'yida 7 qitim usul o'ynab, Uyg'ur usulini ular so'q qilib bera olsam ekan degan bir orzuyim bor. Buningdan boshqa yerda o'ynag'im yo'q. Dadining bu javobidan Uyg'ur usuli, Uyg'ur kimligimiz va shundaqla Uyg'ur usuliga bog'langan qalb rishtimizning naqadar cho'nqurligini his qildim. Uzoq yerlarga, yiroq joylarga berishni yaxshi ko'raman. Chunki cho'nqur xiyollar surib, xiyollarimni o'zim yaxshi ko'radigan ranglarda bo'yab, yana ularni qalbimning eng cho'nqur qatlamlariga dafn qilib, gezi kelganda ularni jonlantirib, ular bilan pichirlashib, Gay qo'shumlarimni turib, gay meyqimda kulib, gay lavlarimni ching tishlab, gay mushlarimni ching tugib, gay yaproq ustidagi yomg'ir tomchisidek parlab, gay shabnam soqqan gul bargidek titrab, ruhlarimni tovlamoqchi bo'laman. Ba'zan cheksiz dengizlardagi manzil gayiga qarab ketayotgan yolg'iz yelkandek, yoki yolg'iz qiyotashdek yolg'izlik va tanholik xiyollarni surishni yaxshi ko'raman. Bundaq chog'larda xuddi qetiqdek uyib qolgan his tuyg'ularim muz qetilgan do'g'abdek jonlanishga boshlaydi. Davomi bor.